keling mazkur bitta misolni aytib beraman. Ozgina uzunroq bo'lsa ham menimcha ko'proq tushunarliroq bo'ladi. Masalan deylik, 1941-yili Ulug' Vatan urushi yili bo'ldi. Biz shunaqa deb o'rgandik. Ikkinchi jahon urushi. Ikkinchi jahon urushi bo'ldi. Mana shu ikkinchi jahon urushida hamma narsa frontga deyildi. Hamma nima edi, qo'liga qurol ola oladigan hamma erkaklar ketdi va o'shanda ayollarga hamma narsa front uchun deyildi. Men Qoraqalpog'istonga borib, kemalar qabristoniga kirdim. Ketidan Orol haqidagi filmni qo'yib berishdi. 2 kun yurak dori ichdimda. Mana shunaqangi dengiz yo'q bo'lib ketganda o'sha. Butun boshli. Nimaga desangiz, bilasizmi? Bitta ham toshbaqani hatto tuxumi qolmagan ekan. Kaloriyasi bo'yicha toshbaqani go'shti, tuxumi shunaqa kaloriyli bo'lganidan konserva zavodda dengizni sohiliga qurib qo'yib, hamma toshbaqani tuxumini terib, konservalar frontga jo'naturishgan. Bitta yeb qo'ygan odam otib tashlashgan ekan. Qarang, o'sha yerdagi zavodda ishlagan, shu darajada hamma narsa frontga bo'lgan. Ayollarchi tillalarni olib chiqib berishgan. Uydagi ko'rpani, paxtalarini olib chiqib berishgan. O'zlari traktorga o'tirishgan. Demoqchimanki, erkaklar o'rnini o'sha paytda boshlig'i to'ldirishgan. Endi nima bo'ldi? Urushdan birin-ketin yaralangan askarlar qaytishdi va shunaqangi propaganda ketdiki, sen uchun qon to'kdi. Sen buni nima qil? Sen bir umr undan qarzdorsan deyildi ayolga. Ayol nima qildi? Voy qora xat kelmaganiga shukr. Voy o'zi o'lmaganiga shukr. Oyog'i yo'q, qo'li yo'q. Bor erim dedi. Boshida ko'tardi. Ishlamasangiz ham mayli, men ishlayman dedi. Bir kishi 2 kishiga bemalol yetadi dedi. Ham ishladi, ham ayol bo'ldi, ham farzand tug'di. Tug'ilgan farzandni meni ko'rdim. Alamzada erkakni, chunki bitta urushga borib kelgan erkakning psixikasi bir umr to'g'rilanmaydi. O'sha dahshatlarni ko'rgan u. Unga ham oson emas. Qo'li oyog'i yo'qligidan, ishlolmayotganidan qiynalayotgan otani va bora-bora bunga ko'nikkan erkakni ko'rdi. Va shu bilan birga ertalab soat 9 dan 6 gacha charchab keladigan onani, kelib kechgacha uxlamaydigan, ovqat qiladigan, hamma ish qilib qo'yadigan onani ko'rdi. Shu farzandlar qiz bo'lsa, demak men baravar ishlashim kerak dedi. O'g'il bo'lsa, mana otam ham uncha ko'p ishlamagan dedi. Bu fakt, bu 15 ta respublikada bo'lgan tadqiqotlar natijasini aytib beraman-da sizlarga. Ana endi o'sha paytda er-xotin qo'sh ho'kiz degan maqol chiqdi. O'zingiz aytingchi, 100 yil oldin shu maqol bormidi? 200 yil oldin er-xotin qo'sh ho'kiz degan maqol bormidi? 200 yil oldin urushlar bo'lganda nima bo'lardi? Erkaklarni 100% erkakni bo'ladigan bo'lsa, 30% o'sha uyini qo'riqlagani qolar edi. Ayol kishini birontasini turmush tarzi o'zgarmas edi. Bolasini bag'riga bosar edi, ovqatini qilar edi, himoyalaydigan 30 ta erkak bor. 70 tasi jangga ketar edi. Tushunyapsizmi? Lekin mana shu jangdan keyin nima bo'ldi? Urush yomon, oqibati 100 yildan beri tuzatilmaydi. Ana o'shanda judayam yer yuzidagi 70% deylik insoniyatni bir-birini jinsini qabul qilishga, tushunishga, vazifalarini his qilishga bo'lgan qarashlari, dunyo qarashlari o'zgarib ketdi. Men ham sotsiolog bo'lib ham ishlaganman-da. Biz tadqiqotlar o'tkazganmiz, so'rovnomalar o'tkazganmiz. Juda ko'p tadqiqotlarni o'qib, natijalarini, odamlarni fikrini o'qib, ijtimoiy fikr markazida ishlaganman. Men juda hayron qolganman. Shu darajada erkaklar o'zlarini asl erkaklik qarashlarini, fikrlarini o'zgarganini, ayollarda erkaklik xususiyatlari kuchayib ketganini, ayollar o'zlarini juda ko'p darajada erkaklardan hatto fikran kuchli hisoblashlari juda katta fojia. Ana o'shandan kelib chiqqan holda biz psixologik qonuniyatlarni ayollarga o'rgatishga boshladik. Shuning uchun ham psixologlarga ehtiyoj juda tez oshib ketdiki, hozir mana shu bitta fikrimni yetkazib oling. Nima uchun ayollarda botokslar, gellar ko'payib ketdi? Chunki ayollar o'zini ayolligini qidirishni boshladi. Aynan mana 80-yillarda hozir qarang, 80-yillarda o'zini yoqib yuborgan ayollar qancha bo'lgan? O'shanda Sharof Boshbekov Temur xotinda nima degan? Temur xotin chidamadi, o'zbek ayolini robot chidamadi degan. Ana o'sha narsa hozir joy-joyiga qaytishdi. Hamma chorani qilib ko'ryapti ayollar va shuning uchun ham hozir shaxsiy rivojlanishga talab ayolni ayol ekanligi his qilinyapti. Chunki rivojlanayotgan zamonda ayollik sifatlarini saqlagan holda
kuchli ayol, o'z fikriga ega bo'lgan ayol bo'lgan holda farzandini ham tarbiyalab, oilasida sevimli rafiqa bo'lib, yana o'zini orzu maqsadlarini amalga oshirishga bo'lgan harakat bu ayoldan juda katta energiyani talab qiladi. Xo'p, endi men ko'p fikrlaringizni tasdiqlagan holda, lekin bu hamma umumiy erkaklarga javob bo'la olmaydi urushga borib qaytib kelgan. Men o'qigan maqolalarga ko'ra, urushga ketishidan oldin hayoti tartibli bo'lmasdan turib, o'zini ijtimoiy hayoti yaxshi bo'lmasdan turib, keyin tirik va g'alaba bilan qaytib kelganidan keyin oilasini, hayotini, jonni qadriga ko'proq yetib, erkaklik mas'uliyatini urushda avtomat ko'tarib urushgandan ko'ra, bu yoqda ketmon chopgani menga ancha qulay, ancha yaxshiroq va ancha yengil deb o'ylab, jamiyatda o'zini o'rnini va oilasini xavfsizligini ta'minlashga harakat qilgan erkaklar ham nihoyatda ko'p bo'lgan. Albatta. Nihoyatda ko'p bo'lgan. Albatta, Siz juda hozir ko'p. shunaqa talqin qildingizki, urushdan qaytib kelganlar go'yoki men sen uchun qon kechib keldim, sen meni boqasan deb erkaklar o'tirib olgandek. Umumiy deb unaqa tushundim. emas. Mana. Aziz opa, unaqa emas. Judayam. Hech qachon unaqa baho bermaslik kerak fikr berayotganda. Ha, bo'lgan. Masalan, qo'rqoq erkak 100 yil oldin ham bordi, hozir ham bor. Xoin 100 yil oldin ham bordi, hozir ham bor. To'g'ri, Latta to'g'ri. o'sha paytda ham latta edi, hozir ham bor. Masalan-da, mumkin. Men buni rad qilmayman. Erkak bo'lganim uchun himoya qilayotganim yo'q, lekin vaziyatga obyektiv baho berayotganda tolerant baho berish kerak. To'ppa-to'g'ri. Keling, mana endi yana ozginasiga tushuncha beraman. Bilasizmi? Mana shu jahon urushida 15 ta respublikadan deyarli 70% urushni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Qolganiga yetib kelmagan, to'g'rimi? Masalan, dushmanlar O'zbekiston, Qozog'iston, umuman O'rta Osiyoga yetib kelmagan. O'rta Osiyodan urushga jo'nagan juda ham ko'p erkaklar urush mashaqqatlarini ular o'z ko'zlari bilan u yerda ko'rishgan, bu yerdagi bironta bolalar yoki ayollar ko'rishmagan bu narsani. Shuning uchun ham ularda erkaklarda masalan kelib ular dardini aytmaydi-ku. Men bunaqani ko'rdim, men buni boshini chopib tashlaganini ko'rdim, men bu qonni Portlaganini ko'rdim, ha. portlaganini ko'rdim degan narsa bo'lmagan. Ular mana shu narsa bilan yashashgan. Masalan, men ish tajribamda Afg'onistondagi janglarda qatnashgan jangchilar bilan ham ishlaganman, vatanparvar tashkiloti bilan. Ularda ham xuddi shu narsani ko'rganman-da. Qaytib kelganiga stressdan, Ha, ana juda kuchli yashay, stressdan. ana shu, Men ana taniyman shu. nechtasi. Ana shu stress jahon urushidan kelgan erkaklarning hammasida bo'lgan. Va mana shu stressi bilan yashash ham oilada tasavvur qiling, 24 soat siz oldingizda kechasi tushida baqirib chiqadigan, stressda yashaydigan erkak bilan yashash. Men o'sha Afg'onda qatnashganlarni rafiqalari bilan ishlaganman. Ularni o'ziga medal berish kerak. Ularni o'zi kasal bo'lib bo'lgan, eridan ko'p kasal bo'lib bo'lgan. Nima uchun? Chunki urushga borib kelgan har qanday erkak biz ularni juda ham hurmat qilamiz. Ularni hammasini jasoratini oldi boshlaganmiz. Lekin o'sha paytdagi siyosat erkaklar tarafidan emas, davlat tarafidan kiritilgan siyosat ayolga san hozir san uchun qon kechib kelgan erkakni ham nima qilgin, tushungin, qabul qilgin, san u bilan baravar ishlagin degan siyosat bo'lgan. Ana shundan ayollar Bu sovetlar. ha, endi aytdim o'sha paytdagi tuzum ana o'shandan Qo'shqo'l ham ayollar, sovetlar to'ppa-to'g'ri, ana o'shandan ayollar o'zlarini belgilangan chiziqlaridan chiqib kuchli erkaklar safiga kirishga harakat qilishgan. Bu talqiningizga qo'shilaman.